Xo'p o'rtoqlar, barchaga salom. Uni o'yinni ko'pchilik sotib oladi, lekin qanaqa qilib o'ynashni bilmaydi yoki to'g'ri qoidasiga qarab o'ynamaydi. Hozir men sizlarga buni sodda qoidasini, o'zim o'ynaydigan qoidasini o'rgatib qo'yaman. Bitta kartalarni tushuntiraman. Keyin do'stinglar bilan yoki uyda o'ynaganinglarda aniq mazza qilib o'ynaysizlar. Xullas, mana shu kartadan boshlaymiz. Bu kartani vazifasi, agar bu karta sizning qo'lingizda bo'ladigan bo'lsa, bu kartani tashiydigan bo'lsangiz, mana shu yerdagi istalgan rangga o'zgartirib yuborsangiz bo'ladi. Misol uchun bu kartani tashiysiz, rangi misol uchun sariq desangiz bo'ladi yoki qizil yoki ko'k yoki yashil deb yuborsangiz bo'ladi. Agar sizning qo'lingizda bo'ladigan bo'lsa, bu kartani tashiysiz, keyingi odam siz aytgan rangni tashiydi. Xo'p, endi qarang. Bizda 4+ kartasi bor. 4+ kartasi nima qiladi? Sizdan keyingi odamga buni siz tashiysiz, tashaganingizdan keyin sizdan keyingi odam plus 4 ta karta oladi, keyin siz rang etasiz. Sizdan keyingi odam 4 ta karta oladi, undan keyingi odam siz aytgan rangga kartasini tashiydi. Misol uchun siz qizil dedingiz, sizdan keyingi odamga tashladingiz buni, u 4 ta karta oladi, keyin undan keyingi odam siz aytgan rangga o'zini kartasini tashiydi. Xo'p, mana bu karta o'rtoqlar qaranglar. Buni yashil rangga tasha olasizlar. Agar karta o'rtada yashil rang turgan bo'lsa, yashil rangga tasha olasiz. Sizdan keyingi odam ikkita karta oladi. Yoki deb mana bunaqa 2+ tashalgan bo'lsa, shuni ustiga tasha olasiz. Yana hozir o'yin davomida ham bitta o'ynab sizlarga ko'rsataman bu qoidasini. Mana bu bo'ladigan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa. Ya'ni yo'nalish o'zgartirib yuboradi. Agar o'yinchilarda o'ngga aylanayotgan bo'lsa, karta tashash, siz buni tashaganingizdan keyin yana orqaga qaytib ketib qoladi. Bu kartani mana shu kartani ham ustiga tashasangiz bo'ladi. Ya'ni rangi farqi yo'q. Bir xil vazifani bajaradigan karta bo'lsa, bir-birini ustiga tashasangiz bo'ladi. Xo'p, zapret kartamizga keladigan bo'lsak, zapret kartamiz mana shu yerda hozir sariq turibdi yoki boshqa zapret turibdi. Ana o'shani ustiga tashiysiz. Sizdan keyingi odam karta tashamaydi. Ana undan keyingi odam mana shu kartani ustiga sariq kartani tashashi kerak bo'ladi. Yoki boshqa kartalarni, ya'ni to'g'ri keladigan. Endi sonlarni o'zingizlar bilasizlar. Rangiga tushsa tashlayverasiz yoki sonlar bir-biriga tushsa, misol uchun mana qarang, 9 sariq turibdi hozir o'rtada. Siz buni ustiga bemalol 9 yashilli yoki 9 ko'kka yoki 9 qizilli tashasangiz bo'ladi. Xullas, shu tarzda ketadi. O'yin qoidasi juda ham sodda. Mana bitta aytgandan keyin tushunib olasiz, sonlarni soniga tushirishingiz kerak bo'ladi yoki ranglarni rangiga. Mana bu narsalarni ham aytib o'tdim. Yana boshqacha versiyalarda Uno'ni boshqacha kartasini olgan bo'lsangiz, o'zi nima vazifa bajarishini kartani ustiga yozib qo'ygan bo'ladi. Endi hozir sizlarga bitta o'yin o'ynab ko'rsatamiz. Yana sizga qarang, o'yinni yutishingizga bitta zo'r qoidani ko'rsatamiz. Misol uchun sizning qo'lingiz mana shu tarzda bo'ladigan bo'lsa, shunaqa deylik. Mana bu sonlardan iloji boricha vaqtliroq qutulishga, mana bundan qutulishga harakat qilasiz. Oxirida mana shuni olib qoling. Buni boshidan tashlab olib, sherigingizga ko'tartirib qo'ymang. Keyin o'yinda ko'pchilik har xil o'ynaydi. Xohlasangiz o'yinni boshida 6 ta karta tarqatsangiz bo'ladi. Har bitta o'yinchiga o'zi 12 tagacha o'ynasangiz bo'ladi. Undan tashqari yoki 7 tadan yoki 6 tadan tarqatsangiz bo'ladi. Hozir mana bitta tarqatib, qanaqa tarqatilishi, nima bo'lishini ham shuni ham ko'rsataman sizlarga. Birinchi navbatda kartalarni yaxshilab chiylimizni o'rtadan, pastidan, xullas juda ham aralashtirib tashlashingiz kerak, chunki hamma karta tarqalishi kerak. Hozir biz 2 kishi o'ynaymiz. Ikkita odamga mana hozir 7 tadan tarqataman. Mana hozir 7 tadan tarqatib oldim. Bitta kartani ochasiz. Mana shu sondan boshlanadi yoki mana shu rangdan boshlanadi. Shu sonni ochamiz. Mana buni o'rtaga qo'yib qo'yamiz. Kimning qo'lida tugagandan keyin mana shu yerdan olib tashlashni boshlaydi. Bu kartani xohlasangiz 2 ga bo'lib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana shunday bitta tursa bo'ladi. Bu qo'limdagilar tugasa, mana shu yerdan olaman. Endi u yog'ini o'yin davomida ko'rasizlar. Xullas, mana o'rtoqlar, hozir o'rtog'im bilan o'ynaymiz buni. Bitta ko'rsatamiz, faqat kartamizni sizlar ko'ra olasizlar. Mana hozir meni qo'limda. O'rtog'im ko'rmayapti. Endi izzat ko'rsatasan. Mana kartam. Ko'rib oldinglar. Xullas, mana bir qizil tushgan. Endi qizil tashab boshlaymiz, o'yinni kuzatasizlar. 0 tashadim, ketdi. Mana yana bitta qonun qoidasi. Mana hozir agar qo'lingizda bo'lmasa, mana bu yoqdan bitta karta olasizlar. Mana shuni ko'rsatib bor. Qo'lda yo'qligi uchun bitta olaman. Bo'l, bitta kartasi bor. Agar o'sha kartasi bu yoqqa to'g'ri kelmasa, yana men tashlayman. Xo'p, endi qizil yo'ligini bilib oldimmi? Shu bir bo'lmasa bo'ldi. Qizil bir. Lekin qizil chiqdi. Xo'p, endi mana qizil soniga, misol uchun qizil rang, lekin menda qizil rang уже qolmadi. Endi men bu yoqqa 2 ni tashlayman. Mana 2 sariq. Xo'p. Bu yoqqa endi shu joyda aytaman, 2 ni ustiga mana bunaqa karta tashashinglar mumkin emas. Xo'p, endi bu yoqqa ketdi mana sariq rangi. 3 bo'ldi. Menda yo'q. Yo'q, chiqmadi. Qo'li kelyapti. Qo'lni ko'rgansizlar yozib ketinglar kim yutadi dedi. Hop, mana 4 chiqib berdi. To'g'ri, yo'q. Son bo'lmasa, mana shu yerdan o'rasiz, qo'lingizda bo'lmasa. Hop, mana ham qo'limda yo'q. Mana shu yerdan olaman, chiqmadi. Voy. Bitta olamiz? Yo'q, chiqmadi.
Yana mana shundan o'rtadan urar ekan. Xullas qo'lingizga chiqmasa, o'rtadan urasiz. Qo'l to'lib ketyapti. Faqat o'rtadan olamizmi deyman. Yo'q, chiqdi. Ana chiqdi. Endi qaranglar. Bitta bunaqa karta tashlayman. Ketidan yana menga o'tdi gal. Endi buni tashlayman. Keyin mana buni tashlayman. Keyin mana buni tashlayman. Yetkazishga aniq qiladi. Ikkita oldim. Hop, bunaqa rangim qolmadi menda. Yana ikkita ko'tartirsam bo'ladi 2 plusga. Mana 2 plus ustiga 2 plus. Ikkita oldi. Endi yana meni galim, yana 2 plus chiqsa lekin. Yo'q, mana zapret chiqdi. Galni o'tadi, menga o'tadi. Yana bitta zapret tashlaymiz. Ha, shunda Yo'q, bunga tushmaydi ana. Faqat zapretga zapretchi. Mana zapret tashadi. yana o'zingga qaytadi. Xuddi managa ishyapti. Bitta bo'ladi. Mana bundoq bo'ladi. Yana o'ziga yana bitta ko'rsatib qo'yadi. Voy, blin. Mana ikkita ketdi qo'limga. Vo. Menda mana bitta bor. Zapret tashiyman. Yo'q. Menda yo'q. Olaman. Hop. Ana. Hop, menda yo'q ham. Tak. Ana. Mana bitta. Voy. Ana. 9. 9 ga 9 mana. Ikkita ko'taradi. Voy. Ikkita ketdi. Hop. Yana matash. 2 plus tashlagandan ko'targan odamdan keyin yana yurayotgan odam yuradi. Mana ikkita ko'taraman, lekin men yurmayman. Tashlagan odam yuradi. Bo'ldi, yana yurasan. Mana yana bitta ko'taradi. Vo. Qo'lim to'lib ketyapti-yu. Hozir mendan ham qaytish bo'ladi endi. Aha. Shunda menda bo'lmasa men yana mamdan olasan. Olaman. Yo'q. Ana. 4 plus mana, liboy paytda. Rangini o'zgartiraman, rangi sariq. Shunda agar 4 plus ustiga agar qo'lda 4 plus bo'lsa tashlasa bo'ladi. Lekin menda ham bitta 4 plus bor. O'zi 8, 12. 12 ta ko'taradi. Endi men rang aytaman, rang sariq. Ana sariq tashladim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ta ko'tardi, endi qo'l kitob bo'ladi. Sariq bo'lsa ko'tarasan, lekin qo'liga ancha yaxshi narsa chiqqan o'sha. Hozir buni oxirga olib qo'ydim men o'zi qo'lim tugashiga. Keyin qo'lingizda bitta karta qolganda uno deb baqirishinglar kerak. 6. Hozir yo'q yutamiz yoki yutqizamiz deydi-yu kimdir oramizda. Voy, bunaqa kartam yo'q-ku. Mana endi hozirgi ahvolim. Voy. Nahotki mana chiqdi. Mamta olganinglarda chiqsa tashlasanglar bo'ladi. O'zi ko'p etdim bu narsani, hamcha eslab qoldinglar. O'sha o'ynashni bilmaydigan odam ham bu videodan keyin aniq o'ynashni o'rganib oladi. Ular vaqtinglarni cho'g' o'tkazishga juda ham zo'r o'yin. Mana qo'lda chiqmagan payt ancha kutiladi. Vaqt o'ldirishga zo'r o'yin, ayniqsa video zerikib o'tirganingizda. Hozir hamma kartani yig'ib olamiz menimcha. Yo'q. Qo'li kitob bo'lib ketdi-ku. Ana. Yo'q menda yana. Chiqqan bo'lsa tashlasang bo'ladi. Tashlasang bo'ladi. Mana birga bir. Yo'q onda hali ham. Mana. 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 Bo'ladi endi yo'q. Mana. O, zapret. Mana. Mana.
Rang o'zgartiramiz. Rangni o'zgartirish yo'q. Qo'lida sariq yo'q. Mana shunaqa qo'lida nima yo'qligini bilasiz. O'shani tashlab, hamdan ko'tartirib o'tirib, qo'lingizni kamaytirib turasiz. Hop. Agar soni tushib qolsa, unda lekin qiynalasiz. Ana. Yo'q ekan. Mana qizil bilan sariq o'sha bosaveramizda, shu qizil bilan. Olti yo'qligini ham bilib oldik. Ana. Voy. Mana shunaqa yutib ketsangiz osonroq bo'ladi. Ana. Ana. Uno. Mana bitta qolganda uno deyishingiz kerak. O'sha bitta qoldi menda. Agar qo'lni ko'tartiradiganlar bo'lsa, mana shunaqa payt mani ushlab qolsa bo'ladi. Ko'tartiradigan bo'lmasa, o'sha chiqib ketaman. To'g'risi o'zimning esimdan chiqib ketgandi. Mana 2+ tashadi, lekin menda ham 2+ida tashadim, o'z to'rtda ko'taradi, men yutdim. Xullas shunaqa, bu hozir endi oddiy sizlarga tezkorlik bilan o'ynab ko'rsatdik. Agar buni o'ylab o'ynasak, juda ham cho'zilib ketadi. Agar mana shunaqa kontentlar yoqsa, komment yozinglar, like bosinglar. Unoni bilmaydigan do'stlaringizga bu videoni tashlab qo'yinglar.